Menga qarang, siz kimligingizni esingizdan chiqardingizmi? Meni esalam ertalab turib nima tasmol qilmadingiz? Gapiring deyapman. Gapiraman. Meni tilim yo'q deb o'ylayapsizmi? Kelinam odam, uni ham ikkita qo'li bitta miyasi bor, u ham charchiydi, bo'ptimi? Ko'p gapirmanglar menga. Ya? Shu o'ziga gapirsa bo'lmaydimi? Yana singlim gapirding deyman. Qo'lingizdan bir ish keladimi? Ko'zimga ko'rinmang, yo'qoling. Yo'qoling dedim men sizga. Yo'qolaman. Yo'qolaymi? Yo'qolma. Ularni o'rtasiga tushishim bir mahorat. Nimaga ishlagan oyligimni ularga berishim kerak? Nima o'g'limni ne hasratda qota qilgan oyligimni berasan deydi? Kelinlar nima ariqda oq keladimi? Tavba qildim. Ana qizini kasb hunariy qilsin, ishlatsin-da oyligini olib o'tirsin. Ertaga u ham birovga kelin bo'ladi. Hunari yo'q-da, parvo qilma. Topganlaring bahona. Mana Begoboddagi Dildor inspektor o'zidan shogird chiqaradi. O'qitgan shogirdlariga sertifikat beradi. Bunaqasi Begoboddda bitta hali bunaqasi bo'lmagan. Ular o'zi Euromodel matolari olib kelib, oxirgi modada tikkan pardalari, dasturxonlari bilan mijoz to'plagan. Manzillari gidrometrada. Uylarida bo'lganligi uchun mijozlari 24/7 xizmat ko'rsatadi. Butun O'zbekiston bo'yicha zakaz chiqarish u yoqda tursin, Rossiyaga ham chiqarishni boshlashgan. Bildinglarmi? Ochopatlar? Keyin qanaqasiz o'zi? Farosatsiz ishlikmi yo'qmi? Shakar bilan choy ichishni bilasiz-ku? Qani shakar? Bunisiga gapirishning foydasi yo'q. Aql kiradimi sizga o'zi? Kirmaydi, Kirmaydimi? Ayting. Men nima qildim sizga? Menga nima qaraysan? Mana meni o'zlaridan so'ra. O'zlari gapir, menga demaysan. Nima deysan? Men nima qildim? Biroz qildimmi? Hayır, Dab bo'l shakar.